Ben testlikda bo'yi test ko'ring. Assalomu alaykum. Zoom'a boshlaymiz. Kamolaxon qo'shildingizmi? Assalomu alaykum. Mana shu. Kamolaxon kamerangizni yoqib olasiz. Qo'shildim. Yotdim. Xo'p, Kamolaxon, sizni nomzodingiz ofis menejer lavozimiga ko'rib chiqilyapti. O'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, keyin savollarga o'tamiz. Belgilab olgan. Men Kamoliddinova Kamola Bekzodbek qizi Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini menejment tarmoqlar va sohalar yo'nalishini tamomlaganman. Hozirda yordamchi agent lavozimida ishlayman. Internet yaxshimi yana? Aloqa yaxshiroq joyga o'tib olasizmi? Ulandi. Jo'rabek aka, savollaringizni boshlayveradimi? Assalomu alaykum. To'g'risi aytsam, to'liq eshitmadim. Bu haqida aytganda, antenna uzilganda. Pastda yetib berdi. Mahalla agenti bo'lib ishlayotganidan xabarim bor. Undan oldin to'rtta ishlaganmisiz? Yo'q. Birinchi ish joyim. Bunyodkor BXMda ishlagansiz. Kamolaxon, nimaga aynan bank sohasida ishlamoqchisiz? Kamolaxon, savollar eshitilyaptimi? Antennasi bor joyda yaxshiroq joyga ulansa yaxshi bo'ladi. Internet uzilib qoldi. Nega aynan bank sohasini tanladingiz, Kamolaxon? O'zim qiziqqanim uchun shu yo'nalishda o'qiganman. O'zimni qiziqishlarim kuchli, shuning uchun tanladim. Ofis menejer lavozimiga nomzodingiz. Ofis menejer o'zi nima ish qiladi, vazifalari bo'yicha? Ofis menejeri avvalo mijozlarga xizmat ko'rsatadi. Mijozlarni kutib oladi. Mijozlarni savollariga javob beradi. Dokument ishlarida yordam beradi. O'zini vakolatida bo'lmagan savollarga boshqa xodimlarga yo'naltirib yoki bo'limga yo'naltirib mijozlarga yordam beradi. Mijozlar bilan ishlash tajribangiz bormi?
Ha, bor. Mahalla agenti bo'lib ishlaganingiz nima ishlar qilgansiz? Vazifalar Mahalla agenti sifatida ishlab, biz mahallada kreditlar bilan shug'ullanamiz. Imtiyozli kreditlar haqida informatsiya beramiz mahalla aholisiga va hokimiyatdan tushgan vazifalarni bajaramiz. hop. Bir ikkita topshiriqlar, срочный topshiriqlar kelgan paytda shunaqa qilib turib очередность bo'yicha topshiriqlar bajarishga Eshitilmay qoldi. Qaytarib olasizmi, iltimos? o'zida bir ikkita topshiriqlar kelgan paytda, срочный topshiriqlar kelgan paytda shunaqa qilib turib, qilib turib topshiriqlarni bajarasiz. Mana rahbardan topshiriq keldi. Undan keyin 5 minutdan keyin Qaysi bir tarmoq rahbari o'rinbosaridan topshiriq kelib qoldi. Qanaqa qilib turib очередность bo'yicha, turish bo'yicha bajarasiz. qaysi biri muhimroq, srochniroqligiga qarayman. Va shundan boshlab tezroq uni yakunlab, keyingisiga o'taman. Bankka stress holatda mijoz keldi. Mijozni xohishini mijoz kredit olmoqchi. Siz konsultatsiya berdingiz. Mijoz kredit olmoqchi. Mijoz menejerlarimiz hammasi band. Shunaqa paytda qanaqa tutasiz o'zingizni? Srochni turib 10 minut ichida kredit olib ketish kerak. Hamma xodimlarni oldida navbatda 4-5 ta odam bor. Qanaqa qilib o'zingiz Muomalalik bilan vaziyatni tushuntirib, ozgina muddat kutib turishini iltimos qilaman. Masalan, o'tirgizib suv taklif qilishim mumkin. Boshqa produktlar bilan ham tanishtirishim mumkin. produktlar haqida ma'lumot kelganmisiz? Bugungi kunda fonlar, kredit produktlari bo'yicha ma'lumot kelganmisiz? Mikroqarz haqida aytib bering. Qancha? Mikroqarzimiz yillik stavkasi 24% boshlanadi. 4 yil muddatgacha 100 million so'mgacha beriladi. Ta'minotli kreditmi, ta'minotsiz kreditmi? Tushunmadim. Ta'minotlimi, ta'minotsiz kreditmi? Ta'minotsiz. Ta'minotsiz kreditlarimiz bormi bizda? Ta'minot qo'ymasa Manimcha обеспечение tushunarliroq bo'ladi ularga. Kredit обеспеченияsi. O'zlari yetadi, xonani bering, o'zlari. Bo'lishi kerak. Qanaqa bor? Sug'urta yoki kasb daromad ko'riladi. Mana boshqa savollarim yo'q. Ish haqqi. Tushunarli, rahmat sizga kattakon ajratgan vaqtingiz uchun. Sizga natijalar bo'yicha ma'lumot beramiz. Xo'p.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xo'p, sizni nomzodingiz ofis menejer lavozimiga ko'rib chiqilyapti. Qisqacha o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz, keyin savollarga o'tamiz. Hop. Men ismim Maftuna, familiyam Maskaraliyeva. Men Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetini tamomlaganman 2025-yilda. Hozirda O'zsanoat qurilish bankida yordamchi agent bo'lib ishlamoqdaman. Assalomu alaykum. Eshitilyaptimi? Qaysi filialimizda yordamchi agent bo'lib ishlayapsiz? Ovozingiz bo'linib kelyapti, tushunmayapman. Boshqatdan qaytarib ola olasizmi, iltimos? Qaysi tarmog'imizda yordamchi agent bo'lib ishlayapsiz? Bunyodkor Bahenda. Xonobod. Ovozi kelmayapti, ovoz internet. Nega aynan bank sohasini tanlagansiz? Bank sohasi tartiblik, rivojlangan soha bo'lganligi uchun shu sohada o'zimni rivojlantirishni xohladim. Ofis menejer lavozimi haqida tushunchaga egamisiz? Oz-moz tushunchaga egaman. Bilganingizni aytib bera olasizmi? Hozir menda ko'ksdan suhbat bo'larkan degancha ozgina hayajon bor. Bilgan narsalarimni ham sal esimdan chiqarib turibman. Hayajonlanmang, bilganingizni aytavering. Tarmog'imizda qancha vaqtdan beri ishlayapsiz yordamchi agent bo'lib? 2 oy bo'lib qoldi. 2 oy to'lmadi lekin 1-apreldan boshlab. 2 oydan beri 1-apreldan boshlab turib har kuni tarmog'imizga kelib ketasiz. Xodimlarimiz ishlayotganlarini ko'rasiz. Mijozlarga muomala, madaniyat, nima taklif qilishlari bo'yicha o'shani o'zingiz bor tushunchangiz bilan aytib bering. Ofis menejerlari asosan xushmuomala bo'lish kerak deb bilaman. Mijozlarni to'g'ri yo'naltirishni bilish kerak deb bilaman. Qanaqa mijozlar bankka keladi o'zi? Bankka shu bizda Sizni ofis menejer lavozimiga olishimiz kerak. chunki bitta ishga qiziqsam, shuni eplab keta olmayman. O'zimga shunaqa ishonch bildiraman. Produktlarimiz haqida ma'lumotga egamisiz? Bank mahsulotlari bo'yicha, kredit, nokredit mahsulotlari bo'yicha. Produktlar haqida hozir o'rganyapman, o'rganib chiqyapman hammasini. Aniq, to'liq sizga hozir aytib bera olmayman, lekin hozir o'rganmoqdaman. Mahallada mahalla agentisiz, mahallaga biriktirilganda nima ishlar qilgan? Rasmga olmasdan nimadan tashlang? Mahallada asosan aholini tadbirkorlikka jalb qilish, ularni kambag'allikdan chiqarish, daromadini oshirish bilan shug'ullanamiz. Asosiy vazifamiz shunaqa. Nima narsalar taklif qilgansiz? O'sha kambag'allik qisqartirish bo'yicha, mijozlarni tadbirkorlikka jalb qilish bo'yicha nimalar taklif qilgansiz? Nima mahsulotlar taklif qilgansiz? Endi hozir kirganimga unchalik ko'p bo'lmadi. Endi shu ozgina muddat ichida qilgan ish faoliyatlarimni aytib beradigan bo'lsam, asosan hozir tomorqasi bor fuqarolarga takliflar bildirdik. Tomorqasidan unumli foydalanish bo'yicha.
Ya'ni kreditlarimiz haqida, Nima kreditlarimiz bor ekan mahallada? mahallada mm, uzr so'rayman, hozir hayajonda bilib turgan narsalarni ham aytib berishim qiyin bo'lyapti. Tushunadi, rahmat. Bo'lsin opa, mana savollarim qolmadi. Xo'p, nomzodimizga savolim bor edi. Bank o'zi nima? Bank tushunchasini gapirib o'ting. Bank bu mijozlarga pul bilan bog'liq bo'lgan xizmatlarni amaliyotlarni bajaruvchi tijorat tashkiloti. Tushunarli. Rahmat kattakon. Ajratgan vaqtingiz uchun, bildirgan qiziqishingiz uchun ham rahmat. Aloqaga chiqamiz. Hop, rahmat sizlarga. Malika Bonu o'zimga ulandingizmi?
Assalomu alaykum, Malika Bonu, dumga ulandingizmi? Malika Bonu, eshitilyaptimi ovozingiz? Ulandingizmi dumga? Ha, ulandim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Charchamayapsizlarmi? Sizni nomzodingiz ofis menejer lavozimiga ko'rib chiqilyapti. O'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz, keyin savollarga o'tamiz. Men Qaybullaeva Malika Bonu, Erkin qizi. 1996-yil Toshkent viloyati Bekobod shahrida tug'ilganman. Assalomu alaykum. Malika Bonu, ismim Javohir, Chakana biznes departamentida ishlayman. Siz bundan oldin bankda ishlagan ekansiz? Ha, ishlaganman. Kim bo'lib ishlagansiz? Nimada? Qanday lavozimda ishlagansiz? Kassir lavozimida ishlaganman. Qaysi bankda? Ipoteka bankda. Ipoteka bankda. Hozirda nimaga ishlamayapsiz? Bola ta'tilida ekan. Bola kichkinalik uchun ishdan chiqdim. Hozir yoshim yetdi. Shunga hozir ishga chiqish. U bola ta'tilida bo'lsangiz, joy saqlangan holda bo'ladi shakl? Bank tizimida. Oilaviy sharoit bo'yicha bolalarimga qaraydiganlar yo'q edi, katta odamlar yo'q edi. Bank deganda nimani tushunasiz o'zi? Bank nima? Malika Bonu. Bank bu aholi va tashkilotlarni pulini saqlaydigan va kredit beradigan, pul o'tkazadigan va moliyaviy tashkilot hisoblanadi. Masalan, karta ochish, valyutalar bilan ayirboshlash, pulini saqlash, omonatlarda. Onlayn to'lov qilish, kommunal to'lovlar, barcha to'lovlarni amalga oshiruvchi tashkilot hisoblanadi. Bank tijorat bilan shug'ullanadimi yo'q? Tushunmadim. Uzr, tushunmadim. Bank tijorat bilan shug'ullanadimi, yo'qmi? Bank o'zi tijorat tashkiloti hisoblanadi. Tijorat bilan shug'ullanadimi, yo'qmi? Shug'ullanadi. Bank tijorat bilan shug'ullanadi. Bank sirini aytib bering. Nima degani bank siri? Bank siri bu mijozning hisob raqami, pul mablag'larini va moliyaviy operatsiyalarini uchinchi shaxsga aytmaslik. To'g'ri. Uchinchi shaxs kim? Uchinchi shaxs ko'chadagilar hisoblanadi. Bank bilan mijoz ularni bilish uchun faqat soliq qo'mitasi va markaziy bank hisoblanadi. Uchinchi shaxs kim bo'ldi? Ovozingiz rosa uzilib ketdi-da.
Uchinchi shart. Bank bilan mijoz o'rtasidagi boshqalar hisoblanadi. Uchinchi shaxs hisoblanadi. Qaytadan ayting shu fikringizni. Masalan, siz mijoz, men bank xodimi. Bizni o'rtamizdagi bo'layotgan operatsiyalarni uchinchi shaxsga aytmaslik. Bular ko'chadagilar deb tushunaman. Ha, shunaqa hayajonlanmasdan aytavering. Mana siz bilan men o'rtam boshqa bir mijoz, uchinchi shaxs deb hisoblaysiz. Boshqa bir odamni. Uchinchi boshqalarni uchinchi shaxs deb hisoblayman. Tushunarli. Bank mahsulotlari haqida xabarga egamisiz, yo'qmi? Egaman. Hozirgi kunda. Bank mahsulotlariga Aha. bank mahsulotlari bu kredit, omonat, kredit va Bo'ldimi? Omonat, kredit. omonat, kredit, boshqa savollar bo'lsa bo'ladimi? Hali keyingi savolga o'tamiz. Siz ofis menejerlikka qabul qilib, o'sha lavozimga tavsiya etilayotgan ekansiz, to'g'rimi? Ofis menejeri vazifasi nimadan iborat? Tushunchaga egamisiz? Shunchaki egamman. Aha. Kelgan mijozni qabul qilib olib, ularga ma'lumot berish, bank mobil ilovasini ulab berish, bank xizmatlarini to'liq tushuntirish va 24/7 zonasida mijozlarga yordam berish, mijozlarga bank haqida to'liq ma'lumot berib o'tish, tartiblarni tushuntirish. Standart haqida ma'lumotga egamiz. Standart nima o'zi? Eshitilyaptimi Malika Bonu ovozim? Tushunmay qoldim. Standart haqida bilasizmi? Tushunchangiz bormi? Standart nima o'zi? Javohir aka, bular sanoat qurilish bankida ishlamaganlar, tajribalari yo'q. O'shaning uchun mana standart so'zini manimcha o'ylayaptilar. Sanoat qurilish bankida mijozlarga xizmat ko'rsatish standartlari bor. Eshitganmisiz shu haqida? Yo'q. Menda boshqa savol yo'q, rahmat. Xo'p, standartlar haqida eshitmagan ekansiz. Bu sanoat qurilish bankida joriy etilgan. Mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish deganda nimani tushunasiz? Va nizoli vaziyatlarda mijoz bank mahsulotlaridan yoki xizmat ko'rsatish sifatidan norozi bo'lib turgan vaziyatlarda qanday yo'l tutasiz? Birinchi o'zlarini bosib olishini va ularga suv beraman, joyga o'tkazib, nima muammoli ishlari borligini to'liq tushunib olaman. Agar o'zim uni qilib bera olmasam, boshlig'imga murojaat qilaman.
Rahmat kattakon Malika Bonu bildirgan qiziqishingiz uchun va ajratgan vaqtingiz uchun. Natijalar haqida sizga ma'lumot beramiz. Rahmat. Malika Bonu kamerangizni o'chirmadingiz. Assalomu alaykum. Keyingi nomzodimizdan ulantilar manimcha. Malika, ulandingizmi Zoomga? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mikrofoningizni yoqib Assalomu alaykum. olasiz. Bo'ldi, ko'ryapman. Rahmat.
Ko'ryapsiz. Sizni nomzodingiz ofis menejeri lavozimiga ko'rib chiqilyapti Sanoat qurilish bankida. O'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz, keyin savollarga o'tamiz. Xo'p. Berdiyeva Malika Anvar qizi 1997-yil Toshkent viloyati Bekobod shahrida tug'ilganman. Hozirda 2 nafar farzandim bor, uydaman. Qorong'u. Assalomu alaykum. Malika, mani ismim Javohir, Chakana biznes departamentida ishlayman. Oldin qayerdadir ishlaganmisiz? Ha, ishlaganman. Qayerda? Ipoteka bankda ishlaganman. Toshkent viloyati Bekobod shahrida. Kim bo'lib ishlagansiz? Chakana amaliyotlar bo'limida nazoratchi kassir lavozimida ishlaganman. Ha, kassir bo'lgansiz. Demak, bank haqida tushunchangiz bor, Ha, a? kassir. Bank nima o'zi? Ha, bor. Bank bu moliyaviy tashkilot hisoblanadi. Bank bu odamlarni, mijozlarni, aholini bo'sh pul mablag'larini saqlaydigan, misol bank xizmat ko'rsatadi mijoz uchun, aholini og'irini yengil qiladigan, ishini osonlashtiradigan, pulini saqlaydigan moliyaviy tashkilot. Rahmat. Bank siri haqida tushunchangiz bormi? Bank siri haqida, bank siri bu mijoz bilan bank o'rtasidagi har qanaqa operatsiyalar, o'tkazmalar hammasi bank va mijozdan uchinchi shaxs bilishi bu bank siri hisoblanadi. Bank siri uchinchi shaxsga aytilmaydi. Uchinchi shaxs kim? Uchinchi shaxs bu misol uchun ko'chadan kelgan bironta mijoz yoki bironta har hisoblanadi baribir. Har qanday inson hech kimga aytilishi kerak emas. Faqat bank va mijoz orasidagi sir hisoblanadi. Uchinchi shaxs demoqchisiz shu bank bilan mijoz o'rtasida undan tashqaridagi bo'lgan odamlar uchinchi shaxs Tashqaridagi odamlar. Xo'p, ofis menejer lavozimiga tavsiya etilayotgan ekansiz. Ofis menejeri vazifalari nimadan iboratligi xabaringiz bormi? O'zi nima ish qilishini bilasizmi ofis menejeri? Ofis menejerini shu mijozlarga xizmat ko'rsatadi-da, kelgan mijozlarga. Yana ham o'qib bilib olaman. Unchalik ma'lumotga ega emas ekanman. Hop. Bank mahsulotlari haqida bilasizmi? Qanday mahsulotlari bor bank? Bank mahsulotlari. Shu omonatlar. Hop, omonat. O'tkazmalar. Kartalari, plastik kartalari. Hop. Yana bormi? Buni ham o'qib olaman, uncha bilmayapman. Menda boshqa savol yo'q. Bilasam sizda bo'lsa. Rahmat kattakon, Malika, ajratgan vaqtingiz uchun, bildirgan qiziqishingiz uchun. Natijalari bo'yicha sizga aloqaga chiqamiz. Ishlaringizga omad tilaymiz. Xo'p, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Bugungi nomzodlarimiz shular edi. Sumutgacha bo'ladi, Javohir aka. Rahmat.
Mayli, zoomdan chiqib ketsangiz bo'ladi. Hozircha ulanib turibsiz, zoomimizni ketolmayapmiz.